Assalomu alaykum. Muhojiratdagi barcha aziz qarindoshlarim. Mana bugun 26 mart İtalyanın Ardino degan güzel şehrida mana bu jasorat obrazi mukofotiga erishdim. Bütün muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimga, jumladan vatanimiz Uyg'uriston, Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oliyati ostida yashayotgan, qirilayotgan zulm ostidagi shu Uyg'ur xalqiga manfaatli bo'lsin, muborak bo'lsin. Bu albatta mening natijam emas, meni qo'llagan, menga madad bergan va qalbida haqiqiy vatan millat sevgisi bor shu qarindoshlarimning ham bu film ro'yobga chiqishiga yordam bo'lgan Daya Kahin qarindishimning o'rtaq natijasi. Jasorat bu har qanday qiyinchilikdan, tahdid, besimlardan qo'rqmaslik, to'g'ri yo'ldan qaytmaslikni bildirdi. Shuning uchun men bu yo'lda cho'qim oxirigacha mengib, qachon vatanim xalqim ozod, hur, mustaqil bo'lguncha vatan xalq uchun xizmat qilishga zo'r tirishchilik ko'rsataman.